kasal bo'lmasin. Assalomu alaykum. Saxovat pesha. Mani yurtimni eng yaxshi insonlari, qadri baland qadrdonlarim. Bugungi mana shu ahvolda yotganimda sizlarga yordam so'rab chiqaman. Jigar xastaligidan qutulish uchun qo'llaringdan kelgancha duolarni qilib menga. Mana shu ehson, ozginagina ehsonlaringizni ayamasanglar. Farzandlarim harakat qilyapti, lekin imkoniyatimiz kelib chiqmayapti. Ilohim Allohdan sizlarga shu uylaringizga qut baraka bersin. Kimki meni duo qilib shu yordamini ayamaganlarga boshlarimni yerga tekkancha yegaman. Ilohim yana hech kim kasal bo'lmasin ekan. Sog' salomat bo'linglar hammalaringizga rahmat. Bizani uylab shu duolar qilgan insonlarimizga rahmat sizlarga. Boshimni yegaman, yana bir bor aytaman.